Osmondan uchib kelar mayda parchalar, bolalikdan parchalar. Akalar, mashinani yarim yildan beri haydagan bo'lsam, o'zini parkovka qilish funksiyasi borligini bilmagan ekanman. Hozir mana Garri Potter sehrli tayoqchasi bilan tormoz pedaliga bosib, mana parkovka knopkasini bosadi. Men tushib turaman-da ko'rsatish uchun sizlarga. Endi qishlaqimanda menga shunaqa oddiy narsalar ham bir boshqacha mo'jizaviy tuyuladi. Sababi Molditayda katta bo'lganman. Minga mashina Nexia bo'lgan, Cobalt bo'lgan, bunaqa mashinalar haydamaganman. Men to'g'risi hayron qoldim. Bunaqa texnologiya rivojlanib ketganiga. Texnologiya chiziqda ustiga yuribording-ku, hezala. Erkak bo'lgan ko'tga o'xshamasdan bo'qidish, itibet, bo'zak. Qaranglar, aylanib ketdi toychog'imman. Mana shunaqa qilib qizlar ham o'zini yo'lida yursa-da, o'zini chizig'ida, hamma o'zini ramkasini bilsa, mana shunaqa qilib. Mana shu yerda ham qizlarga gapirib o'taman. Hozir qaysidir bitta обязательно qavmiya yozadi, nimaga qizlarni yomon ko'rasiz deb. Kim bu bola? O'zi qora. Mana ketdi. Endi birma-bir titib chiqaymikin, polkalarda o'g'illaydigan narsa bo'lsa, sasib ketgan, chirib ketgan krossovka bo'lsa ham mayli. Voy qog'oz, tekin menga. Sening Amerikada Mercedesda yuradigan hamda Instagramda 1.700.000 obunachisi bor do'sting. Zalda o'zi sizlarga ko'p ko'rsatganman, gapirganman ham, narxini ham aytganman. 2 etajli zal, akalar 24/7, dushlari bor, hamma sharoiti bor. Oyiga $25 Amerika bo'yicha mana shunaqa zaldan 3,5 mingta dodim, esinglardami? Undan tashqari hozir kirishimga mana suvni menga tekinga beryapti. Olib ketaversenga deyapti. Bunaqa oddiy narsa bo'lsa ham bozorda buni $2-3 ga beradi. Amerikada bozor yo'q, dalba yo'q. O'zlarini klientlariga juda ham yaxshi munosabat qilishadi. Agar kiyimi sal nito'roq bo'lib qolsa yoki puli kamroq bo'lib qolsa, sanqatdan kelgansan, deb sizlarga hech kim molda muomalasini qilmaydi yoki organizmiga kimiyani urib, muskullarga suvlarni yig'ib olib, o'zini rasa urush qoq deb o'ylaydimi bular? Hayronman. Nedavolni qarashmaydi. Va undan ham tashqari oyiga $25 ga yana qo'shimchasiga massajyor apparatlari bor. Qizlar emas, apparatlar massaj qiladi va yana qo'shimchasiga spa bor, solyariyalar bor. O'zingizlar qoraytilasizlar, ana rak kasalini keltiruvchi shunaqa narsalar ham bor. Общий zalga chiqadigan akalar, sizlarga yana bitta eng katta pluslardan birini ko'rsataymi? Amerikadagi qizlar o'zlariga jalb qilmasdan, vнимание talab qilmasdan kiyinishadi. Qani, mana yerda ham bor edi mana. Oddiy kiyinish bo'lgan, qopga o'xshagan ishton kiyib olgan, ko'tini chiziqlarini ichigacha tiqib, jigarrang joyini ham deb belgilab turadigan kiyimlar kiyishmaydi. Bularga vнимание kerak emas. Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan har bir ko'z qaro, betim yaqin olib kelsam xuniyligim bilinib qolar ekan. Bugun O'zbekiston vaqti bilan soat 8 da birinchi iPhone'imizni primoy efirda g'olibini aniqlaymiz akalar. Qanaqa qilib aniqlaymiz? Mana shu videoni pastiga yozilgan kommentariylardan randomizer programmasi orqali topamiz. O'sha yerda o'zida men g'olibga shartlarini bajargan bo'lsa telefon qilaman, tabriklayman. Sharti qanaqa degan savol tug'iladi albatta, tabiiy. Men sizlarga hozir ko'rsataman qanaqaligini. Berib turing telefoningizni aka. Yo'q. Xo'p. Sharti akalar. Meni profilimga kirasizlar. Mana Evil Show 82 ta homiy bor. 82 ta homiyga mana qilib obuna bo'lib chiqasizlar. Mana shunaqa qilib. Mana bitta bir 15 tasiga 20 tasiga obuna bo'lganinglardan keyin chiqib ketasizlar. X mana. Chiqib ketasizlar. Keyin yana bir 20 minutlardan kirib, yana qolganlarga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bo'ldi, boshqa sharti yo'q. Yamada kuzasiz. Assalomu alaykum hammaga qadrdonlar. Bilasizlar, bunaqa istoriyalar juda ham kam qo'yaman. Qo'ysam ham real yordamga muhtoj bo'lgan insonlarni qo'yaman. O'zingizlar borib 100% tekshirib, telefon qilsanglar ham bo'ladigan holat. 17 yoshli sinimiz pochkasi atkaz berib olibdi. Akalar qurib boryapti ekan, o'zini akasi pochkasini bergan ekan donor sifatida. Pochkasini qabul qilmabdi. Shunga endi onasi pochkasini bermoqchi ekan, Hindistonga borishlari kerak ekan. 20 ming AQSh dollari atrofida pul kerak bo'lyapti ekan. Iloji boricha tezroq. Menda juda ham ko'p materiallari bor.
videolari bor, lekin ularni joylamayman. Bitta shu rasmini qo'yaman, telefon nomeri bilan kartalarini qo'yaman. Kim qiziqadigan bo'lsa, telefon qilsalar bo'ladi yoki borsanglar bo'ladi, ko'rgani qanaqa holatdaligini. Iltimos, imkoniyatinglar boricha shu insonlarga yordam berib yuborsanglar, akalar. Imkoniyatinglar bo'lmasa, hech bo'lmasa duo qilib qo'ysanglar, o'zingizlarga ham yaxshi bo'ladi. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Qadrdon akalar, traklarimiz yangilari keldi. Hamma komfortli sharoitlari ichida bor. Xolodilnik, mikrovolnovka o'tirasizlar, haydasizlar, ishinglarni qilasizlar. Hammasida APU lari bor. O'sha Gentra, mana shu bitta qora narsa Gentra deganman sizlardami? Shu narsalar bor. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, eng qimmati bu yerda. Endi qimmat emas, narxi balati 40 ming keshga. To есть ancha arzon qilib berilgan, yillari 20, hammasini new body 35 minglik ham bor, 37 minglik ham bor. Endi traktor holatiga qarab akalar, variantga bo'lib berish imkoniyati ham bor. Uni ham juda zo'r sharoit, usloviyalar bilan qilib beradi. Qiziqqanlar pastdagi nomerga telefon qilinglar akalar. Videoga olganimcha qo'lim muzlab ketdi. Meni mashinamda o'tirib olibman, meni Mersimda. Tilachingizni ko'rsatib qo'ying. Pizdets. Amerikaga 10 yillik ishchi viza berilyapti. 7 million paloncha mingta ish o'rni ochildi. Taksistlik, qurilish, ko'tqashlash, tirnoq olish, burun kavlash sohalarida deb ati bekordan samolyotlar olmadi. Mana O'zbekiston deb ashi samolyot olganda ham o'zining ashi gapiga, mashinnilik sxemasiga odamlarni ishonchi ko'proq kirish uchun ashini ham gapirib o'tyapti. Ya eng qizig'i meni faceimdan foydalanibdi, ya'ni hali videosim prosmotrlari ko'proq yig'sin deganmi, meni roziligimni olmasdan mayli olsin videoyimni qo'ysin, lekin unaqa kidala sxemalarga meni aralashtirmasin. Babuinlar, sizlarga rahmat. Ya'ni kimlar meni lichkamga tashladinglar, aka shu gap rostmi deb o'ylandinglar. 40 mingtacha sodda odam kommentariyaga huy so'zini qoldiring desa, hamma huy deb kommentariy yozib yotibdi. Ishonishyapti. Ertaga ashularga yana bir ikkita video qilsa ular, mana o'sha sekin podogref qilib turib, boshlandi, davay $1000 berasizlar desa, odamlar ketadi $1000 bilan. Mana sizga pul deb ertaga kiydirib kelsa, keyin bunga qo'lini tiqib yurishadi, qani meni pulim deb. Akalar, hech narsa o'zgargan yo'q. Hozir shunaqa gap so'zlar bor, ya'ni O'zbekistondan Amerikaga kelish uchun turistik hamda biznes vizasini 1 yilga berardi. Juda ham qiyin beradi. Hozir ham juda ham qiyin beradi. Xuddi shu vizani endi 10 yilga berib ko'rish imkoniyatini ko'rib chiqyapti. Рассматривать qilyapti xolos. Bu hech narsa o'zgarmaydi, faqat 10 yilga beriladi xolos. Qanaqadir delovoy ish bilan keladigan bo'lsanglar, biznes sohasi bo'yicha yoki turist bo'lib keladigan bo'lsanglar, juda qiyin beriladi. Oson beriladigan narsa emas. Millionta dokument pulinglar daxoya bo'lishi kerak. Ishonmanglar, unaqa musor tashkilotlarga meni faceimdan ham foydalanib turib, sizlarni masalan aldab pulinglarni olaman deydigan kidalalarga. Bu babuinning gapini eshitsanglar, ancha pulinglar hamda nervilarni ekonom qilasizlar akalar. Mahallamga kiraverish akalar, sizlar bilan bo'lishi dedim video. Baribir Amerikani o'ziga yarasha chiroyi bor. Qaranglar, bu yoqda barglar sarg'ayib kuz kelgan, osmonda nima qor deyman, osmon quyosh bo'lib, bulutlar chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Bu yoqda esa qor, qaranglar, mana. Haqiqiy Amerikan atmosferasi. Ana kino ertaklardaqa. Farid aka. Hozir meni kuzatadiganlarda ko'pi uchun bu nidopanimaniya bo'ladi. Nima sababdan deydigan savol tug'iladi. Kam qismi uchun bir xursandchilik ham bo'lishi mumkin. Sababi akalar, men trakdan ketdim. Ona meni trakim. Tashab qo'ydim va alvido qo'shig'ini aytyapman. Alvido, ko'zlari qoram, yetmadi nolam. Ketar bo'ldi bevafo. 18 kilometrdan akalar taksi kelyapti. 23 minut bo'ldi, hali yetib kelgani yo'q. Sababi bu joyda ancha-muncha mashina yurmasa ham, mana yerda chatanag'idaman men. O'zimizni Andijonda, Sharg'onning ancha-muncha qishlaqlaridan qolishmaydigan joy ekan. Faqat shu asfalt bor ekan. Birovlarda g'iybat qiladigan, mana yerda bekarchi bolalar yo'q ekan, xolos. Qolgan hammasi один к одному. Trakdan ketishimiz sababi akalar, video qilaman, ko'rasizlar 3-4 kunning ichida, lekin na постоянный основе ketganim yo'q. Xudo xolasa, обязательно bir kun emas, bir kun qaytaman. Lekin nimaga tilima bunday qilyapman, labimni ho'llayapman shekilliga. Lekin постоянный ketganim yo'q, bu gapni aytdim-a, bila. Qalbi toza o'zbek akalarimiz yuraklari olovlanib g'ijimlanishni boshlaydi. O'sha bu trakdan chiqdi, nimadir qilyapti bu. Nima qilyapti-ki? Ish qilib qiynalgan bo'lsin, ish qilib ishi yurishmayotgan bo'lsin, ashuncha tushib ketgan bo'lsin deb turib o'zinglar tinchlantirib turinglar.
da. Ammo qoyili taksiga молодец qorovul shuncha uzoqdan keldi, hali ham yo'lda 3 minut qoldi. Juda ham bir живой odam, mana bilasizlar, video qilsam ham qimillab tez-tezda gapirib o'zimga jalb qilishni bilaman, bunday qilib sizlarga taksini ko'rsatib qo'yish shuncha kelganga yarasha. Yete deganda atmay qorayman akalar. 18 kilometrdan kelyapti bechora. Uzbekman, sizdan kulishim kerak. Dugonalar bormisiz, omonmisiz? Dugonalar bormisiz, omonmisiz? Mitsubishi ekan akalar, ketdim men. Video video qilgim keldi deydigan gapni gapira olmayapman. Qaranglar, nima bo'lyapti menga ertalabdan beri akasi bo'lib qolganman. Zato 40 mingman, qanday bo'lsa o'shunday qo'yaman videolarda va ikkinchi zato aqlli gaplarni yodlab olib bitta nuqtaga bunday qarab o'tirib, sen bunaqa hayot bunaqa deb gapirib o'tirmayman. Nima bo'lsa shuni polniy gapiraman. Xullas, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam akalar, mana go'zallikni qaranglar. Hey, the champion. Go'zallikni tomga nima qarayapsizlar? Go'zallikni birinchi sekunddan beri ko'rib turibsizlar. Lukini maqtayapti. Ko't o'zini go'zalman deb maqtayapti, ko't. G'ozlar bor ekan. So'yish kerak, o'g'illab uyga olib kirib yeyish kerak. Uzbekmiz-u, tekin go'shu. Trakdan kecha ketyapman-da video qildim, har xil fikrlar yozishni boshlayapsizlar. Ko'proq shu deportatsiya bo'lyapti shekilli. Bu Sharxonga qaytib kelmagan deportatsiya bo'lsa, sal ichinglardagi mana shlak bor-u, ichinglarda zanglagan bir kir ashunday tozalab yuboringlar, ya'ni musulmonman deysizlar. Shunchalik darajada ko'ra olmaysizlarmi? Boshqa qanday tushuncha berish mumkin? Ko'ra olmaslikdan boshqa hech kimga zararim tegmayapti turgan bo'lsa, men turib olib nenavist, jahl musulmonman deysizlar yana, va palon va piston o'lib ket, unaqa bo'l, deportatsiya bo'l. Ertaga men yaxshi bo'lib ketsam, sizlarga ham foydam tegar. Bo'pti, foydam tegmasa ham zararim tegmayapti-yu, xuddi shu narsa. Nimadir yoqmayaptimi, indamay o'tib ketdinglar. Bir narsa deganinglar bilan faqat o'zingizlarni isqirtliginglar ko'rsatib qo'yasizlar, xolos. Men tupurganim bor sizlarga. Prosta unaqa nenavistniy odam bo'lmanglar, o'zingizlarga hayotda yashash juda ham qiyin bo'ladi bunaqa odam bo'lsanglar. Chunki hech qachon hech narsadan ko'ngillar to'lmaydi. Neblagodarniy odam bo'lasizlar. Qanaqadir marraga yetsanglar, sizlarda yana bitta ustunni ko'rasizlar, обязательно yana qalbinglar yonadi. Uzoq yashamaysizlar sizlar. Hay itbetlar. Qurtopisizlarmi? Rahim keladigan qurtop qaranglar. Assalomu alaykum babuyinlar, ayollar, sizlarga ham assalomu alaykum alohida. Gift konkursiga startni berish 2 oy oldin men sizlarga va'da berganman. Ayrim texnik sabablarga ko'ra start bergan vaqtim bo'lmadi, imkoniyatim bo'lmadi, oyog'im yomon soqqa qilyapti, tursiga ham kiymaganman. Xullas, iPhone 17 Pro Max 5 da qo'yilgan gift konkursiga bugundan start beraveramiz. Sharti qanaqa? Sharti oddiy. Profilimga kirasizlar, 70 ta homiy bor. Hozircha podpiska bosib chiqasizlar. Bitta mashina qilib. 20 tasiga podpiska tashlaysizlar, 5-10 minutdan keyin kirasizlar, yana shunaqa qilib 20 tasiga podpiska tashlaysizlar. Randomizer programmasi orqali g'oliblar aniqlanadi. Kommentariylarni yondirib tashlanglar, podelиться qilishni buzib tashlanglar. Keyingi safarga gift konkurs yaxshi tugatib olsa, mana shu Ford Mustang'ni qo'yaman nomeri bilan. Mustang ish qilib bu. Nima deysizlar? O'zbekistonga jo'natib olish sharti bilan. Undan keyingi gift konkursiga bu. Agar yondirib oladigan bo'lsa, Toyota Prius legendarniy shuni gift konkursiga qo'yib O'zbekistonga jo'natib olamiz. Xullas, yondiramiz kommentariyada babuyini. Go! Akaxon dengiz mahsulotlarini qiynayapti. Qaranglar. Tovni ko'tiga o'xshaydi. Gemaroy bo'lgan. Ashuna qilib sizlarni ko'zinglarni ostida pishirib beradi, aytgan narsalarni. 3-4 ta kalam mushayt olsammikin? Dieta. O'ta qattiq dieta. Uy. Qorindagi presslar chiqaryapmiz shirinliklar bilan. Mana marojinni bilmaganlar uchun. Tekin hammasi.